Olmamiz rasa ham go'zal. Kelishni mazasi qochganda tagiga dori kuygandik. Avji yaxshi, lekin mevasi yo'q. Mevasi juda ham kam. Tagida qandaydir qurt bor deganday qilgan doktor. Bu yil yaxshi. Bu boshqasi. Bu sheraga bu mevalari yaxshi mayda pishadigan olma. Endi ana bu meva qandaydir bir avji pastroq. Avji past qandaydir. Meva solgan. Mevasi ham qandaydir bir kuchga o'xshaydi. Doktorga borgandim, bir boshqacha dori berdi. Nomi shunaqa ekan. 10 litr suvga aralashtirib, hozir tagiga kuydim. Degan ekan. Ham quloq ekan. Tagini ochib, kavlab kuydik. Endi ertaga ko'ramiz ular og'achini. Kasallik indamay ekan o'zi. Kim biladi? Biladiganlar kommentariyada yozinglar.